Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz meni kanalim obunachilari. Hammanglar sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Va sizlar bilan bugun bir yangi mavzuda o'tgan safar ta'kidlaganimdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasini qabul qilgan yangi qonun bilan tanishib chiqishdi va sizlar bilan baham ko'rishdi. Mana hozir boshlayman. Endi avvalo kuzatib turgan insonlar mana pastda hozir like tugmachasi bor. Like bosib qo'yinglar va keyin kommentariylarda izohlarni yozib, o'zinglar bu haqda nima fikr bildirishinglarni oxirigacha tinglab turib, hamma bilan baham ko'rasiz degan umiddaman. Avvalo bo'layotgan hodisa bu ajrim to'g'risidagi yangi qonun yo'q qaror bu shu to'g'rida bo'ladi. Nimaga bu to'g'rida eshitdik, lekin ushbu qarorda yo qonunda ko'rganimiz yo'q. 2026-yildan kuchga kiradi deyildi. Shunga chuqur o'ylandim. Hatto oilaviy kodekslarda bitta ko'zdan kechirib, oilaviy kodeksda nima deyilgan bu to'g'rida. Ya'ni endi ajrashgandan keyin bir tomon, ya'ni ko'proq shu erkak tomonidan ayolga ijara haqqi to'lab berilishi to'g'risida belgilanib qo'yibdi. Ne haroma Qonunchilik palatasida kuchli deputatlar, Oliy Majlis deputatlari o'tiradi shekilli. Aqli raso, keyf fikrlaydigan insonlar deb o'ylaymiz. Lekin shu bilan birga men to'g'risi u deputatlarni bir yurt manfaati uchun qattiq harakat qilayotganini sezmayman. Masalan, Rasul Kusherbayev bor edi. Joni sog' bo'lsin, tinch omon bo'lsin, haqiqatda xalq dardi uchun kurashadigan deputat edi. Mana chiqib ketib hozir, lekin shu paytda ham to'xtamayapti. Lekin Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 100 dan oshiq deputatlar o'tiradi. Nimaga unaqa qarorlar qabul qilayotganini tushuntirib berishini so'rayman. Birontasini qizi ko'chada qolib ketganmi? Qo'pol qilib aytsak, achchig'i chiqib qolganmi? Sababki oila kodeksida qanday yoziladi? Voyaga yetgan erkak va ayol yoki yigit va qiz o'z xohishlari bilan oila qurish uchun davlatga ariza beriladi. Shu ariza asosida agar hech qanaqa to'siqlar yo'q bo'lsa, davlat qaydnomasida bu qayd qilinadi, oila deb tan olinadi. Juda yaxshi. Hamma yigitlar uylanishda, qizlar turmushga chiqishda orzu qiladi. Bu yerda o'z xohishi bilan bo'lyapti. Shundan keyin ular oila qurib yashashadi. Shu yerda belgilanib ketyapti kodeksda. Oila bo'lib yashaganda ikkalasi ham teng huquqli deyapti. Shu yashash davomida orttirilgan moddiy boyliklari, ko'char ko'chmas mulklar teng taqsimlanadi. Bu ham tushunarli. Endi ajralayotganda bo'layotgan voqea er yo xotin tomonidan endi ko'proq onasi bolalar yo bolasi onasida qoladi. Shuning uchun erkak tomon, yigitni o'zi kuyov bolani sobiq aliment to'laydi. Moddiy ta'minotini bo'yniga oladi. Bolani. Xo'p,
bular e, zagsdan o'tishdi, oila qurishdi, o'zlarini xohishi bilan bir biriga fe'l atvori to'g'ri kelmadi, qanaqadir oilaviy muammolar bilan ajraldi. Sud ajratyapti. Sud ajratgandan keyin bolalarga aliment tayinlayapti va shundan keyin bu qonun bilan endi qizni yo uyda yashash kerak ekan, yo uy yo'q bo'lsa uni ijarasi bilan ta'minlab qo'yish kerak ekan. Tushunmadim, aynan shu joyini kim o'ylab chiqardi ekan? Shu aynan shu joyini. Sababki kodeksda ko'rsatyapti, ikkovsi teng huquqli. Balog'at yoshiga yetgan, keyin ajralgandan keyin ikkalasi bir-biriga begona odam. Ularni bog'lab turuvchi farzand bo'ladi. Farzand uchun ota ham, ona ham teng javobgar deb belgilanadi. Ota ham, ona ham teng javobgar farzand kamoliga yetish uchun. Tushundik. Ijarasini nimaga to'lab turadi? Qiz yetimmi? Uni ota-onasi yo'qmi? Uni boradigan uy yo'qmi? U keldi-yu shu uydan. Kelgandan keyin nima endi? O'zini ota-onasi sig'dirmasa, bu endi 7 yot begona bola nimaga unga ijarasini to'lash kerak? O'ylab ko'ringlar, qiz o'zini ota-onasini uyga sig'mayapti. Siqqanda ijarada yashamasdi. Uni maqsadi nima edi? Ota-onasiga sig'masdan chiqib, turmush qurib, 1 yildan keyin bitta bolali bo'lgandan keyin men ajrashaman deb xar-xasha qilib turib, endi ijaramni to'laysan. Sababki bugun mana ijtimoiy tarmoqda ko'ryapman. Mana endi deyapti bitta qiz, qochib qutulish olmaysan. Endi bizni ijaralarimizni to'lab yashaysan. Qanday men bu oddiy, ya'ni oddiy qilib tushuntirganda ko'chada bitta odamni men ushlab kelishyapti-da, mononi sen ijara haqini to'laysan. Men nimaga to'layman? Begona-yu menga. Nimaga menga to'latasizlar? Yo'q, to'laysan deyapti-da. Sud ajrim qilib ikkosini 2 yoqqa bo'lib yuboryapti. Bir-biriga begona deyapti. Bir-birini oldida hech qanaqa, faqat bolasini oldida qoldi bularning burchi deyapti. Otali, onali vazifasi qoldi. Hayron bo'lganim, gender tenglik degan narsani oldiga kim suryapti? Ha, sursanglar unda nimaga bittasini bo'yniga ikkinchisini moddiy ta'minotini qo'yib yuboryapsizlar? Otasini, onasini uydan keldimi shu? Otasi bilan onasini uyga qaytib ketadimi? Yo'q deyapti, Basherdagi uyga joylab qo'yishimiz kerak. Nimaga u uyga joylaysan? U kuyovni ham uyi emas u. U kuyovni dadasi bilan ayasi, onasi shuncha vaqt yoshlikdan mehnat qilib bitta uyga erishgan. Qanday ko'riladi bu? Qachon bir qonunlarni to'g'ri chiqarishni boshlaysizlar. Farzandlar uchun ota-ona javobgar bo'lsa, o'sha qiz uchun ham zaminni yaratib berish kerak. 17 yosh, 18 yoshga kirishda turmushga berib yuborib, issig'ida uzatib yuboray demasdan, uni uy joyli qilib qo'yish kerak, o'qitish kerak. Men hayron bo'lganim, ota-ona qayoqqa qaraydi? Qizim, kel, mana senga joy, mana shu yerda bemalol yashaysan, uni farzandi yo'q. Hammani ham, masalan, meni ham qizim bor, meni ham o'g'lim bor. Yo'q, ona endi, ya'ni nodon, shu yerda kuyov nodon bo'lib qoladi. Kuyov rasvo bo'lib qoladi. O'zi ko'p oiladagi mojarolar ayollardan chiqadi. Kelin bilan kuyovdan chiqmaydi o'zi. Mojaro ayollardan. Kelin qaynasi bilan kelisha olmagan. Yo'q, erini, opasimi, singlisi bilan kelisha olmagan. Endi bu yerda erkakning nima roli bor? Shuni kimdir tushuntirib beradi chiqib turib. Bunaqa qonun qabul qilayotganda referendum qilinglar.
Xalqdan so'ranglar. To'g'ri keladimi? To'g'ri kelmaydimi? Nimaga desanglar, ertaga boshlanadi bu to'polonlar. Bitta to'polondan yaqinda qutuldik. Qanday qutuldik? Shu ajrashganlar qutuldi. Aliment to'lamasa chet elga borib chiqib ketolmaydi. O'zi chet elda ishlab yurib uylangan. Ajrashdi, bo'pti, alimentni to'layman, faqat men yerga borib ishlashim kerak desa, yo'q, aliment oyma-oy aliment to'laganlarni ham chiqarmaganlarni ko'rdik. To'lab yuribdi shu belgilangan aliment. Shunga hayron bo'laman. Qonunchilik palatasida o'tirganlar, shu partiyadagilar bitta qonunni chiqaryapsizlar, xalqqa tegishli bo'lgan mashaqa. Bir ovozga qo'yib olasizlarmi-ki? O'zingizlardan o'zingizlar nimani bo'lsa qonun deb qabul qilaverasizlar. Qanday qilib begona odamga, begona qizni yashashi uchun pul to'latasizlar? U begona sud tasdiqlayapti. Yo'q, sizlar bemor gender tenglik bo'lsa, gender tenglik nima? Ikkosini ham huquqi bir degani. Osongina sizlar qilayotgan ishlardan men hayron bo'laman. O'tirib turib, o'zi to'g'risi deputatlarni, senatorlarni-chi xalq tanimaydi. Bir ikkita deputatlarni tanisa, partiya shu yetakchilarni tanib bo'lsa, boshqa qovun tushirib qo'ygan. Bilmaydi. Mana chiqib so'raylar. Hozir mana shu eshitib turganlar deputatlar kimligini bilasizlarmi? Mahalliy deputatlarni, Oliy Majlisda deputat, senatorlarni men hech ko'rganim yo'q. Mana Andijon shahrida yashab, mana senatorni qabuli, kelinglar, men senatorlarman deb turib qabul qilganni, yo Oliy Majlis deputatlari kelib, agar kelib qolib nima qanaqa muammolar bor deb e'lon qilib qo'ysa, ana ko'ramiz, kelishsin, o'rganishsin. Biz faqat qachon bilamiz? Ular kelib ketganda bilamiz. Qanday keldi, qanday ketdini bilmaymiz. Lekin mana partiyani, deputati, Oliy Majlis deputati mayerga kelib, ma'onni o'rgandi, aholi bilan gaplashdi. Kelishdan oldin e'lon qilib qo'ymaysanmi? Xalqni o'zidan qo'rqasanmi? Xalqni o'zi sayladi deb boryapsan. Meni xalq sayladi, men mana shu yerda o'tirib, xalqni himoya, deputatlar xalqni muammolarini gapirish kerak. Bir ko'rmayman qattiq muammolarni olib chiqqan deputatlarni. Deputatlarni qancha oylik olayotganini bilaylik, qayerdan kelayotganini bilaylik, qayerda yashayotganini bilaylik. Chiqsin, gapirsin. Ana shunda biz ham bilish shu haqqimiz bor. Birarda chiqib ketadi. Haligindaqa 80 mingga somsa olib kelindi, bir porsiya ovqat 240 mingga tushdi deb. Shunda hayron bo'laman. Chet elga borsangiz, masalan, delegatsiya borsa, biz delegatsiya deputatlar oldiga kofe qo'yib qo'yadi, bo'ldi, boshqa ish nima qo'ymaydi. Ularda kutib olish unaqa tadbirlar yo'q, bizda bor. Bizda pulni hashlash imkoniyati kuchliroq. Chunki o'zini cho'ntagidan chiqmaydi, o'zini cho'ntagidan chiqqanda pul u 80 mingga somsa olib yemasdi. Bunaqa qarorlar ham chiqarmasdi. Lekin mana hozir bularni qilib qo'ygani millionlab aholiga tegadi. Millionlab, qanchadir 100 minglab yoshlarni boshiga tushadi shu tash. Qadam belgilaysizlar, men hayron bo'layotganim ijara narxi. Masalan, Toshkentda oddiy ijara narxi bir $500 tursa kerak. U o'zini qonini baqami, oilasiga qaraydimi, buni ijarasini to'laydimi, uni uylanmaydimi endi? Bo'ldimi, shu bola qul bo'lib ketadimi? O'ylab qarang, mana Toshkentda yashayapti, 10 million oylik olyapti. Ijarasi 6 million ekan.
Yo'l kiraga 4 million ketyapti. Endi nima qilsin? Bu uylanmasinmi? Bu o'ziga uy qilmasinmi? Qachongacha buni baqish kerak, buni ijarasini to'lash kerak. Bu yerda bu bola ijarasini to'lasa, u boshqa yigitni olib kelib yashab yursa nima bo'ladi u yerda? Buni achchig'i kelish kerakmi? Shu qonunni qabul qilayotgan deputatlar bir shu o'zinglarning farzandinglarni shuni o'rniga qo'yib ko'ringlar. Bir ikkita ijaraga olib beringlar. Ko'raylik, achchig'i chiqarmikin, yo'qmikin? Bu nima? Oddiy qullikka kirib ketyaptimi? Sizlarda chiqargan qonuniylar bilan qanday yashab bo'ladi? Bitta qonun qabul qilsalar, gender tenglik deysizlar, ikkinchisini qabul qilsalar, bu bunga majbur, buni ijarasini to'lash kerak. Xalq jim. Mana hali nima qilgan doim xalq indamay qabul qilyapti. Bular silliqqina o'tkazib yuboryapti shu qonunni. Hech qanaqali bir nimasini ko'rmayapmiz, muzokarasini, boshqasini qo'ymayapti. Xalq ham indamay o'tiribdi. Ha endi biz nima qilaylik-da, bo'lari shu ekanda deb. Unaqa bo'lmaydi. Kodeksda yozib qo'yilganmi? Qonun bormi? Bu ham o'zini, bu bola ham o'zini hayotini tiklash kerakmi? Uylanish kerakmi? Oila qurish kerakmi? Uy-joy qilish kerakmi? U ham yashashga haqqi bormi o'zi? Yashashga haqqi bo'lsa, nimaga bunaqa narsalar chiqarasizlar? Qaysi bir kattani qizi boshqa uysiz qolib ketibdi. Achchig'i chiqqandan bunaqa qaror chiqarib yubordinglar. Xalqni o'ylasanglar bo'lmaydimi? Nima qilasizlar aralashib bunaqa ishlarga? Fahmiylar yetmagan narsaga unda shu qonunni kiritgan odam chiqib mana shu murojaatdan keyin isbotlab bersa, nimaga bunaqa qilganini. Mana hozir ajrashishlar ko'p bo'lib ketyapti, yoshlar ajrashib ketyapti deb gapirilyapti. Shuni orqasidan uysiz qolgan ayollar uy qilaman deb turib chet ellarda ishlayapti. Ko'pchilikni eshitsa, bu yoshlar sabr qanoatli bo'lmayapti, chidamayapti deyapti. Shunga qonunchilik Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tirganlar deputatlar mana shu bo'layotgan ishlarni yechimini topish kerak-da. Sababini aytaman, nimaga bunaqa deyotganim. Davlat shu ajrashgan ayollar, shu yolg'iz qolgan ayollar, bolalarni o'zi fuqarolarni muhofazasini ta'minlayman, ijtimoiy muhofazasini ta'minlayman deb bo'yniga olgan. Demak, davlat ashlarni uy-joy bilan ta'minlash kerak. Davlat ta'minlamayapti-da, bitta fuqaroni bo'yniga o'zi yuklab qo'yapti, o'zini vazifasini. Qanday tushunamiz? Ha, unaqa bo'lsa, avvalo bugun mana so'rab topolmadim. Andijon shahrida qancha uysiz aholi borligini. Kerakli joylarga telefon qildim, bilishmas ekan. Bu haqida statistik ma'lumot yuritilmaydimi? Bular o'rganilmaydimi? Qancha odam ijarada yashayapti? Bunlardan qanchasi ayollar, eri yo'q? Qanchasiga davlat yordam beryapti? U qog'ozda yordam beryapti. Realni aytadigan bo'lsak, masalan, davlat mana turmushda ajragan ekansiz, uyingiz yo'q ekan, o'zingizni ota-onangizni uyiga ham sig'mabsiz. Keling deb davlat o'z tomonidan, o'zining hisobidan shularga 2 xonali uy qilib bersa, to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladi. Sababki davlatga yaxshilar pul tushyapti. Masalan, oddiy olsak, mana qayerda bo'lsa hozir kuzatuv kameralari qo'yilganmi, radarlar qo'yilgan.
Har bitta radarni bittadan shunaqa ayolga baylab qo'ysa bo'ldi, tirikchiligi o'taveradi. Lekin ashida ham xalq puliga o'tadi. Oddiy misolda endi. Bu hali qo'polroq qilib aytganman. Yo'q qilinmaydi. Unaqa bo'lmasligi kerak. Davlat tizimi, davlatimiz ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan oilalarga yordam berish uni asosiy vazifasi. Oliy Majlis qonunchiligida o'tirgan deputatlar, senatorlar eshitib olinglar. Eshitib olib shunga yarasha harakat qilinglar. Kambag'allikdan chiqarish vazifamiz. Kambag'allikdan qanday chiqarishinglarni men tushunmayman. Hozir shu yerda boshqa mavzuga o'tamiz. Aziz kuzatuvchilar, bizlarda mahalla fuqarolar yig'ini bor. Joriy qilindi, pullar berilyapti. Xotin-qizlar yetakchisi bor, yoshlar yetakchisi bor, xotin-qizlar faoli bor. Hokim o'rinbosari bor, mahalla komiteti raisi bor, u yerda yana uchastkovoy bor. Bor, qog'ozda qanday bor faoliyatini olib boryapti, ertaman ishga kelib ketyapti. Qachon aytinglar mana, qachon sizlarni uylarga o'zlari xohlab kelib, masalan, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, hokim yordamchisi o'zlari kelib, aka assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shu yerda yashayapsizlar ekan. Bizga nima xizmat? Men mana shu territoriyada sizlarni shu hududda uchastkovoy bo'laman, yo hokim yordamchisi bo'laman deb tanishib, o'zlarini tanishtirib, qanaqa yordam kerak bo'lsa yozib, real shu yordam bersa ishlayapti deymiz. Lekin biz ko'rganimiz mahalla komitetda o'tirishadi, fuqarolar bor, voy menga yordam kerak desa, ashunda ham sekin tushuntirishni boshlaydi. Hozircha iloji yo'q. Men temir daftarga kimdir kiritgan, kimdir chiqarib yuborgan, kambag'allikka kimdir kiritgan. Hali yo'q hisobot. Sabab buni yaqqol sababi hurmatli prezidentimiz Andijonga kelganda bitta mahallaga olib borishib turib, bitta yoshlar yetakchisini, hokim yordamchisini ko'rsatishgan. Prezident undan savol-javob qilgan. Qancha kambag'al oilalar bor, qanchasini ish bilan ta'minladik. Xuddi shu yerda o'sha hokim yordamchisi tayyorlanmagan ekan. Shunda ham noto'g'ri ma'lumotni berdi. Hamma ko'rgan buni. Buni prezidentni oldiga olib keladiganni tayyorlamagandan keyin qolganlarchi. To'g'ri, ularning ichida ham halol ishlayotganlar bordir. Men bilmayman kim bor, kim yo'q. Lekin bularni kuni hokimiyatga borish bilan, qanaqadir majlislarga qatnashish bilan men mahalla komitet raislariga aytaman. Sizlarni xalq saylagan. Bizda hali nimani to'g'ri tushunish kerak. Yugurib borolmaylar, o'zingizlarning hududingizlarda bo'layotgan shu ishlar bilan shug'ullaninglar. Odamlarning uyiga birma-bir kiringlar. Juda ko'p odam tanimaydi. Na deputatini taniydi, na uchastkovoyni taniydimi, profilaktika nazorat uchastkovoy. Mahalla yetakchisi-yu, faoli-yu, bitta rais tanishi mumkin. Biror yerlarda u raisni ham tanishmaydi. Tanimaydi. Chunki uy-buy yurmaydi. Lekin prezident tomonidan pullar ajratilyapti. Mana ishlarga deb. Tizim umuman g'alati ishlayapti. Lekin hech kim indamayapti. Hech kim indamayapti. Chiqib gapirmayapti. Bizni boshqa qilib diqqat qilavermaylar. Har kuni majlislarga chaqirib shu yerda qancha aytildi, majlisvozlik qilishma yo'q. Mahalla komitetiga kelsangiz bir ish bilan. Tamom. Eshik beki ha desa, bular hammasi birdaniga ketishdi majlisga. Bitta ham borib kelaver. 5 ta 6 ta ham birdaniga ketish shart emas. Nima bitta hali nimani tizimni to'xtatib qo'yasanmi?
Seni oldinga qancha odamlar keladi? Men nimaga aytyapman? Bizda aniq hisobot yo'q, uchet yo'q. Kim yolg'iz ona, kim eridan ajrashgan, kimi qaramog'ida qancha haqiqatda bu yozib ketilgan, bir vaqtlar yozilgan. Endi mana hozir yana boshqatdan boshlashyapti. Unaqa bo'lish kerak emas. Hali hamma bir-birini tanish kerak. Kim qayerda yashaydi, nechta farzandi bor, ular nima qilyapti? Endi odamlar deputatlarni tanimas. Deputatlar chiqib olib, o'zlaricha qonun chiqarib yuborsa. Hali turmush sharoit yaxshilanib ketsa ekan, ular hammasi bitta narsani kutadi. Qachon prezident biron narsa desa, ana yaqinda bo'lgan holat. Havo ifloslanib ketyapti deydi. Hokimlar shart chiqdi-da, sudning qarorisiz boshqasi tandirlarni buzishni boshladi. Og'zingni ochib qo'yadi bularchi. Hali yig'lashni ham, kulishni ham bilmaysa. Qanaqa insonsa, nimaga sudning qarorini olmaysa, nimaga kelib ogohlantirish bermaysa, yig'ishtiringlar, iltimos, manaqa holat bo'lyapti deb. Yo'q, buldozerlarni olib kelib, buzdirib, syomkalar qilib, mana biz ishlayapmiz. Hokimlar bir chaqirib, mutaxassislar so'rasa bo'lar ekan. Menga qaranglar, mana bitta mashinaga metan gaz ballon qo'yilgan 100 talik, shu bir kun yursa, shundan chiqqan uglekislый gaz deyiladi, o'sha havo zararlimi yo bo'lmasa mana bitta tandirdimi? 100 minglab mashina yuribdi-yu. Ko'zinglarga tandir ko'rindi. Shashlik ko'ra ko'rindi. Aytyapman-ku, bizda qaror qonunlarni qabul qilish osonroq. U qanaqa xalq foydasiga ishlaydimi, xalqning ziyoniga ishlaydimi? Keyin ash paytda ko'rib olamizda, ash paytda hal qilamiz. Hozir qarorni chiqarib yuboraylik deyapti. Unaqa qilmaylar. Bu mumkin emas narsalarni qilyapsizlar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bitta fuqaroni ikkinchi fuqaroga baylab qo'yish huquqi unaqa berilmagan. Shuning uchun talab qilaman, shu qonunni ishlab chiqargan deputat bo'ladi. Kimdir, qaysidir fraksiya ishlab chiqargandir. Tushuntirish olib beringlar, chiqinglar, gapirib beringlar, nimaga bunaqa qildinglar? Fuqaroning konstitutsiyada erkinligi kafolatlangan bo'lsa, sizlar nimaga bunaqa qonun chiqarasizlar? Yo'q. Sen buni ijarasini to'laysan. Yaxshi ham hammani uy olib berishga majbur qilmabsizlar. Endi bu ajrashgan, sal yaramasroq kelin bo'lsa-chi, $1,5 ming ijarada yashagingiz kelsa-chi. Nima qilasizlar unda? Buni o'rniga osongina belgilab qo'yganinglarda turmushda ajrasa, ota-onaning uyiga borib yashaysan, yashamasang, o'zing alohida o'zingni ko'rpa to'shagingni qilasan. Boshqa iloj yo'q edi. Boshqa iloji yo'q. To'g'ri, bu yerda men hamma ayb qizlarda yo bo'lmasam kuyov bolada demayapman. Men shu qonunni to'g'ri qilaylik deyapman. Bu yerda aybdorni istash kerak emas. Qaysi erda aybmi, xotinda aybmi? Qonunni to'g'ri ishlataylik. Noto'g'ri yo'lga boshlab olib turib, mana ko'ryapmiz, g'arb mamlakatlarida gender tenglikni qilgan, gender tenglik bo'yicha ishlashyapti. Hozir Amerikaga tiz cho'yib olib yalinishyapti shular. Bir vaqtlar shunaqa gurkirab yashagan Yevropa davlatlari nimaga? Feminizm boshlandi, gender tengligi boshlandi, mana shunaqa narsalarni olib borib turib,
o'tkazib qo'ydilar, o'tkazib qo'yishgan. Bo'ldi, hamma yoq rasvo bo'ldi. Endi qaysi kimga yalinishni bilmayapti. Trampga yalinaylikmi, Putinga yalinaylikmi, nima qilaylik? Bizda ham unaqa bo'lmasin, bizda ham qonunni to'g'ri chiqarib, to'g'ri ishlatishni boshlaylik. Xalqqa g'amxo'rlik qilinglar, qo'yinglar. Olayotgandirsizlar yaxshi oilalarda. Ko'ryapmiz, chiroyli binolarda ish olib borasizlar. Yana sizlar u yerda qo'rqilib turadi. Sizlarga birov katta gapira olmasligi uchun. Ozoda, juda chiroyli ta'mirdan chiqarilgan. Ayniqsa kreslolarni ko'rib turib, stolinglarda havasimiz keladi. Yumshoqqina joylarda o'tiribsizlar. Shunga yarasha ish ham qilib qo'yinglar. Bu hammasi xalq puliga kelgan. Birontangiz uyingizdan olib kelmagandir ta'mirga pullarni. Keyin deputatlar qayerda saylangan bo'lsalar, ashirlarda kelib, ashirlardagi aholini bittantasi aytib bera olmaydi. Men mana yerdan deputat bo'lganman, mana uyma uy yuribman, ahvoli to'g'ri. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 tasi bordir. Lekin bizda qancha deputat borligini bilmaymiz. 1000 tacha bo'lsa kerak. Yo undan ko'pdir. Uyma uy yurmaysizlarmi? Xalq sharoitini o'rganmaysizlarmi? Bo'lmasa bo'lmaylar deputat. Nima qilasizlar? Boylik orttirish uchun kelganmisizlar. Qana bo'lsa ham xalq pulini yeyish uchun kelganmisizlar u yerga. Ishlaylar. Oyligini olyapsizlarmi? Chiroyli joylarda o'tiribsizlarmi? Ishlashga majbursizlar. Aziz vatandoshlar, sizlar ham bilib olinglar. Men gapim nohaq bo'lsa yozib ketinglar. Yo'q, nohaq gapiryapsiz. Deputatlarimiz ishlayapti, uylarimizga kelyapti, ko'ryapti, biz bilan aloqa, bizga yordam beryapti. Men shaxsan tanimayman deputatimiz kimligini. Chunki deputat saylov oldidan hali chiqishlar qilishmagan, boshqa qilmagan, o'zlarini ko'rsatmagan. Shu sababli avvalo doimo ta'kidlayotganimdek, biz huquqiy bilimimizni oshirishimiz kerak. Va huquqlarimizni poymol qilishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Har qanday vaziyatda ham. Nimaga? Bu bizning kelajagimizga ta'sir qiladi. Mana hozirgi bitta bo'lgan qarorda, qonunda loyihasi agar kuchga kirgan bo'lsa, bu katta tashvish olib keladi. Hali fuqarolik sudlarda ashunchalik nimalar bo'ladi. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Va bu haqda jim turmay gapirish kerak. Gapirmasizlar, hech kim gapirmasa, to'g'ri ekan deb qabul qilib ketaveradi. Shuning uchun millatimiz ravnaq topishi, millatimiz ko'klariga ko'tarilib, yurtimiz farovon bo'lishi uchun avvalo bir-birimiz bilan muloqot qilganda muloqot madaniyatini saqlaylik. O'rganaylik shunga. Bir-birimizga yaxshi gapirib, iloji boricha bir-birimizni hurmat qilib yashashga o'rganishimiz kerak. Va bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Mana shunda biz chiroyli jamiyatda yashaymiz. Chiroyli jamiyatda yashash hammaning orzusi. Meni ham, sizni ham, bizning farzandlarimizni ham. Huquqiy asoslarga mustahkam tayangan davlatda yashashimiz kerak. Xayr, sog'-salomat bo'linglar. Fikrlaringizni iltimos kommentariyalarda yozib ketinglar. Mana ko'pchilik yozyapti, rahmat. O'qiyapman, men ham sizlar bilan birga o'rganyapman. Va albatta, mana like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib,
ushbu videoni tarqatib qo'yinglar. Sizlarda menga beradigan yordaminglar. Sog' salomat bo'linglar, oilalarga tinchlik, omonlik tilayman.